Raskepni qilsam, ko'p qism jungoliklar Qashqarga bag'inida Ko'ni shaharni bir aylanib, ikki ziq kavob yeb, Hetgoh darvosi oldida surat tushibla, ondan boshqalarga men Shinjongga berib boqqan deydi. Mana men dal shundoqlarning biri. Oldingi yil kuzda Qashqarning Ko'ni shahar ko'chasida 2 soat aylangandagi eng cho'ng ta'siriyotingiz nima deb so'rasangiz, bu ko'chalar haqiqatan bak zish bo'lib, ko'cha ichiga kirsangiz, o'zingizni xuddi sirliq o'rniga kirib qolgandek his qildi ekansiz. Men bir yo'l egizda 5 minutdek turib, sharq, janub, g'arb, shimolni farq etolmay, oxiri yo'l boshlig'uchining yordamida aran chiqardim. Qaytib berib do'stimga Qashqar Ko'ni shahar rayoni bak g'alit ekan, uylari qalayimqon silingan, tar ko'chada 2 odam yanchimansa, ondan o'tkil bo'ldi ekan dedim. Do'stim menga, siz tushunmaysiz dedi. Men onunğa bunun tushunmagidek nari bor, hammasi Ko'ni uylarga dedim. Bultur Atiyaza İtaliyalik bir momaymini Qashqar Ko'ni shahridagi So'xmitam atrofini to'p-to'g'ri 3 kun aylantirdi. Bu momayning ismi Maria. Venetsiya binokarlik dashyo'sining pensiyaga chiqqan professori bo'lib, Yevropada 40 yillik tarixiy shahar rayonini qo'g'dash bilan shug'ullangan. Venetsiya degan joyni hammanglar bilasizlar. Dunyodagi eng dangliq suv shahri. Her bir ko'chasi, her bir ko'riki dunyo madaniyat merosi. Maria bir ömür Ko'ni uy bilan gaplashgachga, bultur jungul kelib, Gugun Saryi, Saddichin sepili, lashkar va ot haykallari bor joyiga bormay, udul Qashqarga bordi. Men ayni vaqtda momay xatolashib qoldim nima deb o'ylab, professor Qashqarning ko'ylak nemasi bor. Bu yer bak qurg'oq. Ko'ni shahar rayonidagi uylarning hammasi to'pi bilan qandalgan. Ba'zi tomlari yerilib ketgan. Tarixiy imoratlarni ko'raman desangiz, Shiyanga berib, qadimiy sepilni, Damin sarayini ko'raylik dedim. Maria ko'zoynagini ilib menga bir qarab o'tgandan keyin, "Efendi, Shiyandagi sepilni podshoh yasagan, Qashqarning Ko'ni shaharini bir to'p ismi yo'q puhrolar yasagan. Podshoh yasagan narsalar butun dunyoda bor, lekin puhrolar o'zlari yasab chiqqan hayot bir Ko'ni shaharni Yevropada 40 yil izlabmi topolmagan" dedi. O gün keçti men yaxshi aram olamadım. Ertesi tang yürüyüş bilanla o kilip işigimni çekti. Biz Ko'ni shaharni 3 gün aylandık. 3 günden keyin andın düşendim. Men ilgiri ko'chada aylanib yurgan ashu 2 soatda xuddi Louvre sarayining eshigi oldida turib, koridor ichiga qarab, Mona Lisani ko'rdim degandek ish qildim. Birinchi kuni Maria meni intayin tar bir ko'chaga boshlab kirdi. O ko'cha qanchalik tar desangiz, bilikimni shunchaki ko'tirsamla, ikki tarafdagi tamga tegishidi. Beshimni ko'tirib qarsam, ikki tarafida o'tirishliq ahillarning ikkinchi qavatidagi balkon bor bo'lib, bir-biriga tegishib qolay degan bo'lib, yeptak orliqdan kun nuri tushib turardi. Men bu joy bak g'alit ekan deb turishimga, Maria tuyuqsiz to'xtab, so'mkasidan bir termometrni chiqarib, bo'shliqda tutib, gradusni ko'rib beqishimga buyurdi. Sirtning temperaturasi 0 dan töven 8 gradus bo'lib, kishilar sovuqdan titrayotdi. Biroq bu ko'chada par yo'q. Hech qanday isinish uskunasi yo'q bo'lib, gradus 14 Selsiy gradus edi. Maria mening ko'zimni yumib his qilishga buyurdi. Bu ko'chada shamol yo'q. Biroq sirtda shimol shamol chiqyotdi. Bu ko'chada bir tal yupurmoq mudirilmaydi. Maria menga mana bu mening Qashqarga kelishimdagi sabab dedi. O meni beshingizni ko'tirib, ko'cha yo'linishi qarang dedi. Ko'cha yo'linishi tuz emas edi. Necha chamdamda bir agil bo'lib, bu qalayimqon qurilish emas edi. Maria mundaq dedi. Har bir agilmini hisoblab turib chiqargan. Qish faslida shimol shamoli ko'cha eg'izidan kirib, har bir agilmiga so'qilganda bir qism kuchi ojizlaydi. 3 agilmidan keyin shamolning kuchi bo'lmaydi. Yazda dal aksicha janub tarafdagi Tianshandan kelgan salqin shamol ko'chini bo'ylab agilmiga so'qilgan siri shimol shamoli chingib surati tezlashadi. Nagil bo'lsa havo salqin. Sizlar Qashqarliklar necha 100 yil ilgarilar bir yurish to'p ishlatmaydigan markaziy havo tanshuvchi yasagan. Men Venetsiyada bir ömür tar ko'chini tadqiq qildim. Venetsiyaning ko'chisini suv yo'li belgilaydi. Bu yerdagi har bir tomning yo'linishi, her bir agilmining bo'limi butunlay havo iqimining vakilini chartlaydi deyishga bo'ladi.
O beshining ustidagi bir-biriga yaqin ikki balkonni ko'z turib mundoq dedi. Avu yo'chiq qarang. Yazda quyosh dal bosh qismining udul bo'lg'achqa, balkon tushgan nurni to'sib olg'achqa, yer yuzi oftob ko'rinmaydi. Qish faslida quyosh bo'lingi tuvan bo'lib, quyosh nuri yo'chiqdan yanto tushib, ko'chining yer yuzini ilitdi. Burunqilar tushgan quyosh nurini tadqiq qilgan. Ben bir cumhurluk bulu süptüm bilen Kaşgar konu şehirge şirketim berip gidip belki kalayım kanken degen gaptım başkını kılamıqanlığımdan tolma efsuslandım. Ertesi Maria tuyuksuz bir koçunun oturusunda zonzuyup oturdu. Ben onu yerketke okşaydı o dep oylaptım ben. O közenligini çıkırıp yerge 5 minut tikilip qardı. Yerge 6 taraflık kişi kuzulgan bulup Kaşgar konu şehir koçusunun hem yeri muşunda kışken. Ben bu yolda destek mağının bilen ezelden dikkat kılıp bakmaptım. Maria yerde zonzuyup oturup, kolu bilen kişinin yerikini boylap, sizdiğandan keyin andın beşini götürüp bana bir eğiz gap geldi. Bu gaptan ben hangi turuplu kaldım. O bana, efendi, sizler Kaşgarlikler neçe 100 yıl ilgirla xat tanımısın bulunduğun bir yürüyüş yol başlar sistemini keşif etkensizler. Bunun qarang, bu ikki xil xish o'xshamaydi ekan. Olti tarafli xish yetqizligini bu ko'chadan o'tkil bo'lganligini tushundirdi ekan. To'rt tarafli xish yetqizligini oldi tarafga mangsa tuyuq yo'lga kirib qolganligini tushundirdi ekan. Necha 100 yil burun bu yerda turgan Uyg'urlarning ko'pinchisi xat to'lamaydi. Yo'l belgisi bo'lishi texmi mumkin emas. Ammo mayli kim bo'lishini qat'iy nazar beshin to'van qilib oyig'idagi xish qarasa bu yo'lning ravon yoki ravon emasligini bilalaydi ekan. Bunu tegiz sezim orqali yo'l boshlash deb ataymiz, dedi. U yana oyog'ingiz ostidagi shakl orqali yo'llanishni bilgil bo'lar ekan. Men Yevropada eng burungi o'xshash turdagi loyihani ko'rgan. London metrosining tegiz sezimi qish bo'lib, 90 nechinchi yillari yotqizilgan. Sizlar bizdan oz deganda 300 yil burun yetib o'tgansizlar, dedi. U o'rnidan turib to'piq milinib ketgan tizlarini qirqishtirgan holda eng yaxshi bo'lgani nima bilamsiz dedi. Sizlarning bu yo'l boshlash sistemalarini yangilash, asrash, darajasini o'stirish hojatsiz ekan. Qish qilib kelsa, shuni almashtirib qo'ysanglar bo'ldi ekan, dedi. Men oldin qatim Koni shaharda yo'lni ezib qilib, qandoq joy bu? Hatto yo'l taxtasim yo'q ekan deb xat bo'pti ekanman. Ammo oyog'im ostidagi old tarafning yo'l taxti ekanligini bilmaydi ekanman. Üçüncü gün kechqurun Maria meni boshlab Koni shahar bo'yidagi bir lo'nga olib chiqdi. Bu yerda butun Koni shaharining ufuqsizligini ko'rgil bo'ladi. Kechki shafaq qatma-qat to'pirang uylarning ustiga tushganda xuddi yerni o'sib chiqqan qal'aga o'xshaydi. Maria do'ngda xil uzun turdi. Andin mendin, "Efendi, bu Koni shaharni Beijingdagi Chasqoro, Shanxaydagi Shikumin, Fujiandagi to'pi binolarga solishtirganda qanday farqi bor deb so'radi. Men bir haza o'ylangandan keyin material o'xshamaydi. Bu to'p qandalgan deb javob berdim. U beshini chayqab, to'g'ri emas, yaxshilab qarab beqing dedi. Andin hozir o'ylasam-mu, to'q atlarim chiqib ketgida gapdan birini qildi. U bu Koni shahar bir tutak planlanmagan, balki o'sib chiqqan. Qarang, ikkinchi qavatning sirtqi so'zlagan qismiga. Her bir ailenin sırtqı so'zilgan qismining uzun qismiga o'xshamaydi. Ba'zilari 1 metr, ba'zilari yarım metr so'zib chiqibdi. Bularni loyihalaguvchi shunday qilishga buyurgan emas, balki necha 100 yildan buyon har bir oila ikkinchi qavatni sog'anda xuddi kelishib olgandeklar sirtqa azroq chiqarib sog'an ekan. Maria'nın aytishicha, butun dunyodagi binokorlik sohasidagilar yarim asr tadqiq qilib andan o'tirib qo'ygan nazariya shu bo'ldiki, eng ko'ngildagidek shahar shaklini loyihalaguvchi sizib chiqmaydi. Balki tumanlagan odatdagi kishilarning har biri oz-ozdan qaror chiqarib, necha 100 yildan buyon to'plagan bo'ladi. Bu nazariya oldingi asrda o'tirib qo'yildi. Lekin sizlar Qashqarliklar 600 yil burun uni so'qmutam qilib qo'pirib bo'lsizlar. O dönglikten qayırılıp man qarıgan çığda keşki şafaq onun ak çaşlarını oltun renge boyatgan edi. O, "Efendim, ben Venesiya turman. Venesiya dünya boyunca sayahatchilar eng ko'p shaharlarning biri.
Lekin rostni aytganda Venetsiya o'lgan shahar. U yer turdiganlar bag'ansir azab ketdi. Do'konlar xotir buyumlar do'koniga aylandi. Ko'chaning hamma yerida yuk taqsandig'i ko'tarib olgan sayohatchilar bor. Lekin Qashqar undaq emas ekan. Men bugun bu ko'chada non yoqadigan, to'mirchilik qiladigan, yog'ochlik qiladiganlarni ko'rdim. Top tepayotgan bolalarni ko'rdim. Mo'maylar bo'sug'ida o'tirib olib, ko'ktat adolab o'tibdi. Bu shahar mirosni qo'g'dimay o'tibdi. U texi hayotgan. Bütün dünyadaki konu şehirlerinin hemisi muzey aylanıyordu. Fakat sizlerinin Qashqarda kişiler bu koçada yen yaşar ötüptü. Mana şunun özü en kaltes. Ben bu gapni anlap yeni bir qitim xijil oldum. Hem de aşu dönük durup keşfi şafak astidagi seyrek topluluk tamlarının kızgız seyrek rangda yurtulğunu gördüm. Koçadan nan ve kebapның mezilik turg'i demak urdup duratdı. Yiroqdan yaqindan kichik bolalarning kulki ovozi va xaridor chaqirgan ovozi anglab turadi. Men tuyuqsiz shuncha yil yashab, hamma narsaga bir xil o'lcham bilan, ya'ni ratlik, ozoda, yangi bo'lsa yaxshi deb qaraydiganligimni his qildim. Lekin Qashqar koni shahar rayoni 600 yil vaqt sarf qilib, menga haqiqiy aql farosatning turmushni qoida usulliq o'tkazish bo'lmasdan, qalayimqanchilik ichida tartiblik, jidal ichida tinch o'tkazish ekanligini aytib berdi. Bu yerda har xil odamlar yashaydi. Ammo hech kimga to'salg'i bo'lmaydi. Men Shinjongga qaytib kelgandan keyin boshqasi bir odam bo'lib qoldim. Qayqi sarayning o'g'isiga azaldan qush tushib qo'ymaydi. Bu hargizmi kishilarning qushni qo'g'lab o'tishni emas, balki qadimda koyishning bo'lumini aql ishlatib loyilagan bo'lg'achqa, qushlar tirniq bilan tutanmag'achqa azaldan uning ustiga qo'namaydi. Go'gung sarayga shuncha ko'p qatim borgan bo'lsam-mu, beshimni ko'tarib oltin koyishga qarg'inim bilan koyish bilan qush orasida bundoq sir borligini bilmaydi ekanman. Ben Qashqarga yana bir qatim berib, italiyalik mo'may yerim kun zo'ngzib o'tirgan ko'chaga kirib, hech ish qilmay, yiliqi so'qmutamning 100 necha yil oftob qoqlanib chiqqan rangini, ishki balkondagi yo'chiqlardan tushgan kun nurining tamga az-azdan yamshatganligini ko'rdim. Oyog'im ostidagi 6 tarafli xish bilan 4 tarafli xishning qaysi o'rinda almashtirganligiga qaradim. Dönglikda gugumdan qorong'i tushib turib, bütün koni shaharning chiroqlarining bir-birlab yonganligini ko'rdim. Neç yüz degan to'piliq nurdan istutak chiqayotganligini ko'rdim. Ashu istutak ostida kashf tomoq etayotgan neç yüz oilalik odam borligini bilaman. Ular o'zlab turayotgan ko'chaning Yevropa binokorlik professorlari tarafidan odamlar eng rohat turadigan joy deb atalganligini bilmaslik mumkin. Maria Italiyaga qaytishdan burun menga bir uchur yo'llab, "Efendim, kelar qatim Qashqarga borganingizda so'qmu tomlarni silab qo'ying. O, men ömrümde ko'rgan odamlar eng rohat turadigan joy degan edi." Men bu uchurni suratga olib, yon telefonimga saqlab qo'ydim. Anda uningga "Professor, so'qmutam borkan, ko'chimi borkan, ham old tarafli xishmi borkan, kelar qatim kelsin sizni kitobda yozilgan boshqa bir necha shaharga boshlab boray" deb javob qaytardim.